Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Kanalimizda davom etib kelayotgan 20 kunlik bepul videodarslar loyihasidagi 18-darsga keldik. Va bugun geometriyaga kirish qilamiz 8-darsimizda. Va bugungi rejamiz nimadan iborat? Birinchi, shu geometriyadagi polimetriya bo'limidagi fundamental tushunchalar bilan tanishamiz. Undan keyin kesma burchaklar haqida va oxiri parallel to'g'ri chiziqlar, ular hosil qiladigan burchaklar va ularni xossalari bilan tanishib chiqamiz. Demak, birinchi biz Evklid geometriyasida shu maktabda o'tiladigan 7 sinfdan boshlab o'tiladigan shu geometriya darslarida uchta tushunchani fundamental tushuncha sifatida qabul qilib olamiz va ularni tarfsiz qabul qilamiz. Tarf yo'q, ularni eng asosiysi tarf yo'q. Ular tekislik, nuqta, to'g'ri chiziq. Tekislikka masalan tarf yo'q, lekin biz tushunamiz va ko'plab boshqa ta'riflarni qo'llaganimizda tekislikdan foydalanamiz, nuqta va to'g'ri chiziq tushunchalaridan, aynan shulardan ko'p foydalanamiz. Shular ustiga quramiz. Qolgan formulalarni, ta'riflarni, teorema va aksiomalarni shu uchalasini ustiga quramiz. Eng asosiysi shu uchta tushuncha hisoblanadi. Xo'p. Endi undan keyin kesma. Kesma deb nimaga aytiladi? Kesmada to'g'ri chiziqning nuqta bilan chegaralangan qismiga aytiladi. Ya'ni ikkita to'g'ri chizig'i ikkita tomonidan nuqta bilan chegaralangan qismiga to'g'ri chiziq deyiladi. Mana u asli to'g'ri chiziq davom etib ketayotgan edi. To'g'ri chiziq ketayotgan edi va undan biz ikkita nuqtani belgilab oldik. Mana shu ikkita nuqta o'rtasida yotgan qismi bu kesma deb ataladi. Eslatib o'taman, geometriya darslarida mana shu ta'riflarga juda ham qattiq e'tibor berish kerak. To'g'ri, algebra qismida ham ta'riflar muhim bo'ladi, lekin geometriyada eng asosiysi ta'riflar. Ta'rif orqali biz uni keltirib chiqara olamiz. Teoremalarni ham shu ta'riflarning orqasidan keltirib chiqaramiz. Shuning uchun bu ta'riflarni yodlashingiz kerak. Demak, mana kesma haqida gaplashdik. Kesmani uzunligi mana shu A nuqtadan B nuqtagacha bo'lgan masofa. Bu yerda mana shu AB kesmani uzunligi hisoblanadi. Endi keyingi tushunchamiz nur. Nur deb nimaga aytiladi? Nur nuqta, tekislikda nuqta va undan chiquvchi to'g'ri chiziqdan iborat bo'lgan geometrik shakl desak, shu nur deb ataladi. Demak, tekislikda bitta nuqta yotibdi va undan to'g'ri chiziq chiqyapti. Nuqta va undan chiquvchi to'g'ri chiziqdan iborat bo'lgan geometrik shakl nur deb atalar ekan. Geometrik tushuncha. Xo'p, endi burchak deb nimaga aytiladi? Burchak ham aynan mana shu nurni ustiga qurilgan, nur nuqta tushunchalarini ustiga qurilgan hisoblanadi. Burchak mana tekislikda nuqta va undan chiquvchi ikkita nurdan iborat bo'lgan shakl bu nur deb ataladi. Xo'p. Endi nur, burchak haqida gaplashib oldik va shu yerda burchakka doir yana bitta tushunchalarni aytib o'taman. Burchaklarni biz 3 ta turga bo'lamiz. O'tkir, o'tmas, to'g'ri, yoyiq burchak. 4 taga bo'lar ekanmiz. Demak, birinchisi o'tkir burchak. O'tkir burchak deb nimaga aytiladi? O'tkir burchak deb mana shu burchakni o'lchovi 90 gradusdan kichkina bo'lsa, bu o'tkir burchak deb ataladi. Ya'ni hop. Burchakni o'zi qanday belgilardik? Burchakni qanday belgilaymiz desak, A, B, C desak, bu yerda mana bu B burchakni quyidagicha belgilaymiz. Mana bu burchak belgisi.
burchak A, B, C deb biz aynan mana shu alfa burchakni belgilayotgan bo'lamiz va aynan mana shu alfa burchak 90 gradusdan kichkina bo'lsa, bu o'tkir burchak deb ataladi. Agar mana shu alfamiz 90 gradus bo'lsa, ya'ni mana shunday bo'lsa, buni bunaqa belgilaymizda, bu to'g'ri burchak hisoblanadi. Bu to'g'ri burchak. Uchinchi holatda, agar mana shu alfamiz 90 gradusdan katta bo'lsa, bu o'tmas burchak deyiladi. O'tmas burchak, ya'ni taxminan shu mana taxminan shunday bo'ladi. Mana bu alfa 90 gradusdan katta mana. 90 gradus plus yana qanchadir turibdi-da. Endi yoyiq burchak deb nimaga aytamiz desak, o'lchovi 180 gradusga teng bo'lgan burchak yoyiq burchak deyiladi. Yoyiq burchak. Yoyiq burchak mana 180 gradusga teng bo'ldi. Mana bu yerda nuqta bor. Undan chiquvchi mana ikkita nur. Mana boshlanish bir nuqtada ekanda, shu bir to'g'ri chiziq bo'ylab, lekin davom etib ketar ekan. Va aynan mana shu burchak yoyiq burchak deyiladi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Burchak tushunchasi. Burchakni juda ham kerak bo'ladi bizda geometriyada, planimetriyada ham, serimetriya mavzularida ham juda ham muhim hisoblanadi. Endi hop, to'g'ri chiziq va u to'g'ri chiziqlar bo'ylab hosil qiladigan burchaklarga to'xtaladigan bo'lsak. Mana ikkita to'g'ri chiziq turibdi, eslatib o'taman. To'g'ri chiziqlarni biz lotin alifbosini kichik harflar bilan belgilaymiz. Ya'ni A to'g'ri chiziq, B to'g'ri chiziq. A hamda B to'g'ri chiziq kesishgan. Mana bir nuqtada kesishdi. Kesishganda u yerda to'rtta burchak hosil bo'ladi. Va bu to'rtta burchakning o'rtasida qanday bog'liqlik bor desak, mana bu birinchi burchak va uchinchi burchak bular vertikal burchak hisoblanadi. Vertikal burchak mana bir, unga vertikal ravishda uchinchi burchak turibdi. Bu yerda ikkina vertikali, bu yerda to'rt. Bu ham vertikal hisoblanadi va mana shu vertikal burchaklarni o'lchovi teng bo'ladi. Ya'ni mana shu yerdagi birinchi burchak bilan uchinchi burchakning o'lchovlari teng, graduslari teng va ikkinchi burchak bilan to'rtinchi burchakning ham o'lchovlari, ya'ni burchagi teng bo'ladi. Va vertikal burchaklarni ko'rdik va bizda qo'shni burchaklar ham bor. Qo'shni burchak nima desak, birgalikda 180 gradus tashkil qiladigan burchaklar qo'shni burchak deb ataladi. Ya'ni yoyiq burchakni hosil qiladigan. Bu yerda mana 1 bilan 2 ni biz qo'shni burchak deyishimiz mumkin, 2 bilan 3 ni aytishimiz mumkin, 3 bilan 4, 1 bilan 4 bular yoyiq qo'shni burchak hisoblanadi. Masalan, mana birinchi bilan ikkinchining yig'indisi 180 gradus bo'ladi. Xo'p, demak, vertikal burchak, qo'shni burchaklar bilan tanishdik. Endi ikkita parallel to'g'ri chiziq va uni kesib o'tuvchi to'g'ri chiziq haqidagi xossalar, qonuniyatlarni o'rganamiz. Demak, ikkita parallel to'g'ri chiziq yotibdi. A hamda B parallel. Mana bu parallellik belgisi. Xo'p, va C burchak ularni kesib o'tdi. C to'g'ri chiziq A hamda B parallel to'g'ri chiziqlarni kesib o'tyapti. Va bu to'g'ri chiziq kesib o'tishi natijasida bu yerda 8 ta burchak hosil bo'lgan. Mana shu 8 ta burchakni ham nomlab olamiz. Qanday nomlab olamiz? Ularni 3 ta guruhga ajratamiz. Mos burchaklar. Keyingisi almashinuvchi burchaklar. Keyingisi bir tomonlama burchaklar. Bu yerda mos burchaklar qaysi desak, mos burchak degani o'zi nima degani?
Mana to'rtta burchak turibdi. Agar shuni mana bu yerga shuni olib o'tganimizda, burchak mana bu nuqtani bu yerga olib o'tganimizda, shuni ustma ust tushadigan burchaklar bu yerda a, mos burchak hisoblanadi. Masalan, bu yerda mana bu to'rtta burchakni olib bu yerga ko'chirsak, qaysi burchaklar ustma ust tushadi? Mana 5 bilan 1 ustma-ust tushadi va aytib o'taman, mos burchaklar o'zaro teng bo'ladi. Axir ustma-ust tushyapti. Shundoqligicha ustma-ust tushadi bular. Teng bo'ladi. Mos burchaklar. Va 2 6 ga teng bo'ladi. 4 esa 8 ga, 7 esa 3 bilan mos bo'ladi. Endi keyingi tushunchamiz bu almashinuvchi burchaklar. O'chirib tashlay, keyin davom ettiramiz. Bo'lmasam xalal berishi mumkin bu. Demak, almashinuvchi burchaklarni qaysi burchaklarga aytardik? Almashinuvchi burchaklarni ham o'z navbatida ikkiga bo'lib olamiz. Ichki almashinuvchi burchaklar va tashqi almashinuvchi burchaklar. Bu yerda ichki almashinuvchi burchaklar qaysilar? Mana bu 4 hamda 6 ichki almashinuvchi burchak bo'ladi. Chunki mana to'g'ri chiziqni ikkita tomonida yotibdi. Mana almashinib kelyapti. Va ichki almashinuvchi burchaklarning yig'indisi ham almashinuvchi burchaklarning yig'indisi ham o'zaro teng bo'ladi. Ichki almashinuvchi burchaklar 4 bilan 6 va ular teng, graduslar teng va 3 bilan 5 bular ham ichki almashinuvchi burchaklar bo'ladi. Va ularning ham burchaklari teng. Endi tashqi almashinuvchi burchaklarni qaraymiz. Tashqi almashinuvchi bu yerda qaysi? Xo'sh, tashqi almashinuvchilar bu yerda 2 bilan 8, mana 2 bilan 8 tashqi almashinuvchi. 8, 1 bilan 7. Endi bir tomonlama burchaklar. Bir tomonlama degani mana shu to'g'ri chiziqda o'rtada mana parallel to'g'ri chiziq va uchinchi to'g'ri chiziq kesib o'tgan-ku. Mana shu uchinchi to'g'ri chiziq bilan bir tomonda yotgan, shu uchinchi to'g'ri chiziq bir tomonda yotgan burchaklar bu yerda bir tomonlama burchaklar deyiladi. Va bir tomonlama burchaklarning yig'indisi 180 gradusga teng. Demak, yodlab olamiz. Mos burchaklar o'zaro teng, almashinuvchi burchaklar ham teng. Bir tomonlama burchaklarning esa yig'indisi 180 gradusni tashkil etadi. Masalan, mana ichki bir tomonlama deydigan bo'lsak, 3 bilan 6. 3 bilan 6 mana yig'indisi 180 gradusga teng. Bu nima uchun 180 gradusga teng? Chunki mana hozir keltirib chiqarib beraman sizlarga nima uchun bular 180 gradusga teng ekanligini. Demak, rangini o'zgartirib olay. Hop. 3 bilan 6ni bir tomonlama burchak dedim. Xo'p, demak buni alfa deydigan bo'lsam, 5 mana 5-burchak almashinuvchi burchak edi. 5 bilan 3 ichki almashinuvchi edi va mana bu ham 5 ham 3 ga tengligidan mana bu alfa bo'ladi. Alfa bilan 6 yig'indisi 180 gradus ekanligidan mana bu 6ni o'zi bo'lmaydi. Burchak 6 deb belgilab ketay. Burchak 6 ni yig'indisi 180 gradus ekanligidan mana bu 6-burchagimning yig'indisi 180 minus alfa ekanligi chiqadi yoki mana alfa plus 6 burchagimiz 180 gradus ekanligi kelib chiqdi. 3 bilan 6 yoki 4 bilan 5 bular ham ichki bir tomonlama hisoblanadi yoki 2 bilan 7, 1 bilan 8 bilan ham yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi va ular tashqi bir tomonlama hisoblanadi. Bular bu darsimizdagi eng asosiy tushunchalar edi. Bularni yaxshilab qaytarib yodlab olinglar. Kelasi mavzularimiz ham